Konteynerda profilidan naves qiladigan bo'lsangiz 100 yil, 50 yil bemalol chidab beradi. Qadrdonlar ishlab chiqaruvchi akalarimizdan konteynerda profillari eng arzon narxlarda. Teplitsa va naves uchun. Masalan, mana shu 4 ga 4 profilimiz qalinligi 1.7 bo'ladi. Ichi ham tashi ham zavodskiy kraska bo'ladi. Naves qilsangiz firmani bez ustun 12 metrgacha bemalol ko'taradigandan bo'ladi. Hozirgi kunda 1 metr narxi 16 ming so'mdan ko'proq olsangiz yana ozgina tushib beriladi ekan. Teplitsalar uchun S profil, P profillar ko'rib turibsizlar, bularimiz 10 lik listdan chiqqan. Hozirgi kunda bunimiz bir donasi narxi 27 ming so'm, uzunligi 230 bo'ladi. Ob'yom nihoyatda katta. Mana shu profilimiz qadrdonlar. Bunimiz 13 lik listdan chiqqan ekan. S profil deyiladi. Narxi 37 ming so'm. Mana bunimiz esa P profil qadrdonlar. Bunimiz 9 lik listdan chiqqan. Bir donasi 27 ming so'm, uzunligi 230 bo'ladi. Latoklarga keladigan bo'lsak, 35 santimetrli listdan chiqqan. Narxi hozirgi kunda 1 metri 45 ming so'mdan. Akalarimiz birinchi qo'l, xudo xolasa katta ob'yomda yetkazib berishaveradi. Manzil Farg'ona bo'yida Dehqonobod, Kominterndan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.